ko'l bo'yida biroz mangandan keyin Hazreti Ayso Zabadiyning o'g'illari Yoqub va Yuhannoni ko'rdi. Bu ikki qarindosh kemida otasi bilan to'rlarini o'ngshavatdi. Hazreti Ayso ularni shogirdlikka chaqirdi. Ular darhol kemini tashlab, otasi bilan xo'shlashib, Hazreti Ayso bilan mangdi. Hazreti Ayso Galiliyaning hamma yerini aylanib chiqib, ibodatxonlarda ta'lim berib, Xudoning podshohligi to'g'riliq xush xabar tarqatdi. Har xil og'riq islohlarni saqaytdi. O to'g'riliq xabar butkul Suriya o'lkasiga tarqaldi. U yerdagi xaloyiq har xil og'riq islohlarga mubtalo bo'lgan kasallarni uning oldiga elib kelishdi. Ularning ba'zilariga jin chaplashgan, ba'zilarining tutqoqligi bor va yana ba'zilari tolach kesiliga giriftor bo'lgan edi. Hazreti Ayso ularni saqaytdi. Galiliya, 10 shahar rayoni, Yerusalim, Yahudiya va Iordan daryosining u qetidan kelgan to'p odamlar uningga ergishib mangdi.